Bugun sizlar bilan juda ham mazali, tayyorlaganingizda bittada sochli bo'lib o'xshab chiqadigan, yeganingizda umuman me'daga tegmaydigan baqlajonli Napoleon tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib baqlajonli postlarini artib, parrak-parrak qilib to'g'rab olamiz. Keyin esa unga va tuxumga botirib, ikkita chetini qizargunigacha qovurib olamiz. Baqlajon pishgunigacha pomidor, chesnok va ko'katlardan sous tayyorlab olamiz. Sousimiz ham tayyor bo'ldi. Endi pishirilgan baqlajon ustiga krem chiz va pomidor qo'yib, xuddi shu ko'rinishda 4-5 qavatgacha xuddi Napoleonga o'xshab taxlab, ustidan pomidorli sous quyib 1 soatga muzlatishga qo'yib qo'yamiz. Tayyor bo'lgunigacha qo'shib yeyish uchun salat tayyorlab olamiz. Salat uchun juda ham sifatli, halol sertifikatga ega Parvoz brendining kolbasalaridan foydalandim. Barcha mahsulotlar ro'yxatini opisiya va kommentariyaga yozib ketaman, bemalol o'shadan topsanglar bo'ladi. Bitta videoga ikkita retsept sig'dirishga harakat qildim. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'ysangiz juda ham xursand bo'laman. Video yana ham ko'proq odamlarga foydali bo'lishi uchun tanishlaringizga ham albatta yuborib qo'ying. Hammaga yoqimli ishtaha.